Aziz dindoshlar, Ramazon oyining boshqa oylardan yana bir fazilati duolar ijobat bo'ladigan oy. Aynan o'sha Baqara surasida Ramazon ro'zasini farzligi to'g'risidagi oyatidan keyingi oyatda A'udhu billahi minash shaytonir rojim va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallohul azim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar bandalarim meni so'rasa, men ularga yaqinman. So'rasin meni, men yaqinman. Yaqindan murod masofa emas. Bir qadam, 2 qadam, 1 kilometr, 500 metr emas. Alloh biz bilan, Alloh bizga tomirimizdan da yaqin. Bir marta Alloh desak, Alloh bizga 7 marta undan ko'p, ey bandam so'ra deydi. Alloh aytayapti, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar bandalarim mendan so'rasa, men ularga yaqinman. Agar ular duo qilsa, men duolarini ijobat qilaman deydi. Mufassirlarimiz aytadilarki, nima uchun Ramazon ro'zasi Qur'on nozil bo'lgandan keyin boshqa masala aytmasdan aynan duo aytildi desa, chunki Ramazonda qilingan duolarning ijobatligiga ishora bor deydi. Biz ko'p zikr qilamiz. Duoning ijobat bo'lishi uchun ham shartlar kerak. Bugun biz mashina minishimiz uchun hujjat kerak. O'qiganligimiz to'g'risida hujjatimiz kerak. Bo'lmasa yo'lga qo'lda tushamiz. Xuddi shunday duomizni ham to'g'ri Robbimizga yo'liqib ijobat bo'lishi uchun uning shartlari bor. Ana shu shartlar nima edi? Inson zohiriy va botiniy narsalardan o'zini tiyish edi. Luqmasini haromdan tiymasdan qo'llarini ochib Ka'bani oldida duo qilsa ham duosi ijobat bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Sochlari to'zigan, ustlarida ihrom, chang to'zonda haj mavsumida duo qiladilar, lekin yeganlari harom, ichganlari harom, qilganlari harom, duosi qatdan ijobat bo'lsin. Shu uchun Ramazonda biz bugun zohirimizni ham taqvo qilib ma'siyatdan to'siyapmiz. Yeydigan narsamizni, botinimizni ham ehtiyotini qilyapmiz. Nimaga? Ro'zam savobi ketib qolmasin. Aynan duoning shartlari Ramazonda topiladi. Shu uchun azizlar, duoni vaqtini kutmang. Esingizga tushib qoldimi? Saharlik bo'ladimi, peshin bo'ladimi, asr bo'ladimi, iftor bo'ladimi? Qaysi vaqtda esladingizki, duo qiling. Duoda faqat ananiyatchi bo'lib qolmang. Faqat o'zingizni so'ramang, ummatni so'rang. Biz doim aytamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar, g'oyibona qilingan duo ijobat. G'oyibona qilingan duo ijobat. Siz o'tiribsiz, boshqa bir do'stingizni duo qilyapsiz. Va shu bilan bir qatorda kim do'stiga, birodariga, ummatga nima deb so'rasa, farishta valaka mislu zalik, senga ham deydi. Shifo so'rang do'stingizga, Alloh sizga shifo beradi. Do'stingizga kasbiga baraka so'rang, Alloh sizning kasbingizga baraka beradi. Do'stingizning tinchligini so'rang, Alloh sizga tinchlik beradi. Demak, Ramazon oyida azizlar, ananiyatchi bo'lmaylik. Ramazon oyida har qaysi oydan o'zga o'laroq duo qilar ekanmiz. Ummatni, jamiyatni, xalqni, millatni haqqiga duo qilaylik. Alloh taolo barchamizni ana shu ne'matga nasib ro'za aylasin.